Leksiyalarımızı başlayımız, hürmetli vatandaş. Davamlaştırımız. Bugün Çiğsağ 2020 yıl 5. ayının 25. gün haftığı düşenbe vatandaşlar. Endilikteki haberimiz ve onun mavzusu mundaq vatandaş. Beijing tashqi siyosati ve Shangang davlat bexatarlik qonuni orqali Amerikaning taylik siyosatiga va hozirgi xalqaro tartibga xiris e'lon qildimi? Mavzuli xabar 5. ayning 25. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Beijing ishki qurultoy mezgilida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi xalq sayrida o'tkazilgan muxbirlarni kutib elish yig'inida Amerika Jungo munosabati, Hong Kong vaziyati, yuqumliq virusning vaziyati qatorliq masalalar hamda Jungoning tashqi siyosati to'g'risida so'ralgan savollarga javob berdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Wang Yi'ning muxbirlarni kutib elish yig'inida so'zlaganlari urushqoq böyle qiyofetni ko'rsatmagan bo'lsa-mu lekin uning so'zlagan so'zlarining maqomi yanada qattiq bo'ldi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Beijing xalqaro yetimlikka tushib qolib, nurg'un davlatlarning mas'uliyat surishti qilishiga duch kelgan ahvol ostida qilchimi yaxshi niyatini ifodalamadi yoki Amerika qatorliq g'arb demokratik davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash niyatidimi bo'lmadi. Balki Amerikaning taylik siyosatiga xiris e'lon qildi. Yani bunun ikinci ma'nosi Amerikaning chidam va g'ayratiga xiris e'lon qildi va Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlar tan olgan xalqaro tartiblarga xiris e'lon qildi. Ochiq, oshkordan oshkora xiris e'lon qildi. Yuqumliq virus xalqaro yomg'irgan shundaq bir paytda Dunyo sayyoh tashkilotining yig'inga qatnashgan 100 dan ortiq davlat virusning manbaini tekshirish va mas'uliyatni surishti qilish masalasida Beijing bilan Dunyo sayyoh tashkilotining dunyoviy yuqumlanish jarayonidagi ifodasi ko'pchilikning gumon qilishiga duch kelgan shundaq bir paytda xalqaro jamiyatning kuchli inkosini keltirib chiqargan Hong Kong davlat bexatarligi qonuni o'ttirg'i elib chiqib, xalq vakillar qurultoyi va siyosiy kengash vakillarining oldiga qo'ymoqchi bo'ldi Jungo. Moshundaq ahvol ostida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi ishga qurultoy mezgilida Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. U yana bir qatam mundaq dedi: Amerika Jungo munosabati hamkorlashsak, ikki tarafga foydasi bo'ladigan, kurash qilishsak, ikki tarafga ziyon keltiradigan munosabat. Shunga qarshilashish joiz emas deb ta'kidladi. Bu yerda bunun formulasi, iddiy formulasi yoki iddiyasining Wang Yi bucağının iddiyasının formu şekli, ideologiyalik şekli nima demakchi? Kurash qilsan kurash qilaman. Hamkorlashaman desang hamkorlashaman. Demak bu yerda Amerika bilan elishaman degan farqni bu qatam muxbirlar yig'inida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi oshkora o'ttira qo'ydi desangiz bo'laverdi vatandoshim. Biz qo'shimcha leksiyani so'zlab o'tib shunchalik tahlil qildik. O yana mundaq dedi: Hong Kong davlat bexatarligi qonuni Hong Kong rayining gullanishiga foydali. Wang Yi muxbirlarni kutib olishiga virus to'g'risida so'z qilib, insoniyat taqdiri o'xshash bir gavda siyosat o'ynash yuqumliq virusga fursat yaratib berdi. Hem diğer şehri sağlamlık ortak gövdesi kuruş nişanını oturup koydu Wang Yi minister. Bu devlet mahkemesinin azası, yani Jungo devlet mahkemesinin azası, Qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi Merkez Televizya stansiyasining konseri jiddiylashyotgan Amerika Jungo munosabati, Amerika Jungoning ayrilib ketishi tezlashemdi. Hatta Amerika Jungo o'tirishi to'qnash yuz beremdi deydigan savollarga, ya'ni muxbir qo'ygan savollarga javob berdi.
Ваңи Америкада бирос keltirip çıkaran ziyan zahmet tüpeyli Amerika'ya istaşlıkını bildirgenden keyin biz bildirgenden keyin burulupla mundaq dedi. Kişine əfsuslandırdıgan bir taraf şu ki, jokomluk virusunun yamrap gelişidir. Başka yani bir xil siyasi virus mu Amerika'da kengayıvatıdır. Bunda siyasi virus her qandaq fırsatdan paylanıp, Jungo qarı sürkeş, bazı siyasetbazlar negizlik paketlağı sal qarab, Jungo doğrusu nurgun yalgan yavadaq tarqıtıp, nurgun suikastlarını planladı. Mana boyamda Amerika Qo'shma Shtatlarga bevosita hujum qilish. Wang Yining so'zini Beijingda tarixshunos Zhang Lifan qaltis chiroyli suratli diqqat qiling vatandosh. Nima deydi? Tili shakar, dili zahar. Demak, minister Wang Yining tili shakar, dili zahar. Urushning 9 yili birisi jang deganlikdir. Bu qatim Wang Yining, minister Wang Yining muxbirlarga so'zlagan so'zi deydi tarixshunos, Beijingda turishliq tarixshunos. Kim o? Zhang Lifan undaqdir. Tili shakar, dili zahar. Urushning 9 yili birisi jang deganlikdir deb tasvirladi.